Hammaga salom, sizlar bilan men Bekjon. Bugungi videoda men qanaqa qilib Craftsman yoki Minecraftlarga skin yuklashni o'rgataman. Biza ketdi bo'lsa. Birinchi navbatda Google ga kirasizlarda yozasizlar. Yozishga o'tib Minecraft skinsga o'tadi. Mana ochgandan keyin kirasizlar. Hop, ticha kutasizlar. Hop, kiradi. Kirgandan so'ng o'zingizga xohlagan aynan shu Skindexga kirishlaringiz kerak. Bo'lmasa boshqasi bo'lmaydi. Va shu yerdan xohlagan skiningizni tanlab yoki mana bu lupaga yozib chiqaraverasizlar va uni yuklagandan so'ng Minecraft yoki Craftsman yoki Minecraftlarga kirasizlar. Kirgandan keyin mana bu yerga o'tib shu new skinni bosasizlar tepasidagini. Va mana galereyaga kirgizadi va mana shunday tanlaysizlar. Chatma qilib qo'ygan bo'ladi. Mana shunday yuklanadi. Va shunday bo'ldi. Shu bilan skin yuklanadi. Hammaga xayr.